Suhbatdoshlarning yaxshisi eng qaysisi deb so'ralganda, agar suhbatdoshing bilan o'tgan damlardan keyin ko'nglingga yorug'lik insa, ana shunisi eng yaxshisi deyilar ekan. Bugungi suhbatdoshim ana shunday insonlardan. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gapda doimgidek do'stim va har qanday fikrlar bo'ladigan bo'lsa qo'rqmasdan bir-birimizga ayta oladigan, rasmiyatchiliksiz murojaat qilishimiz mumkin bo'lgan inson, iste'dodli ijodkor, haqiqatda iste'dodli ijodkor va bugungi kunda ustoz san'atkor deb murojaat qilsak ham bo'ladi. O'lmas Olloberganov. Assalomu alaykum yana bir bor O'lmas aka. Assalomu alaykum. Xush ko'rdim. Manam juda ham xushvaqt bo'ling deydi-yu. Biz endi ota-bobomiz o'sha salom alaydan boshlab o'sha qanaqa salom berish, qanaqa xayrlashish, qanaqa suhbat qilish, qanaqa choy ichish, qanaqa dasturxon tuzish, bu tomonlama biz ota-bobomiz juda ham o'tkir bo'lgan, madaniyati Mukammal. Madaniyatimiz, ma'rifatimiz juda ham kuchli bo'lgan. Qarang, assalomu alaykum deyapsiz. Mana va alaykum assalom, assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Qarang, chiroyli gaplar demoqchiman-da, boshlanishi. Sizni ko'rayotganlar bor, O'lmas aka. Albatta, assalomu alaykum aziz bizni kuzatib turgan xalqimiz, yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz, hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Har doim iloji boricha ko'tarinki ruhiyatda yurishlaringizni xohlab qolaman. Chunki hamma narsa insonni o'ziga bog'liq. O'zingiz qanaqa sozlasangiz hayotda ertalabdan uyqudan turgandan qanaqa sozlasangiz kun davomida shunaqa yurasiz va hayotda ham qanaqa o'zingizni tutsangiz, o'zingizni bag'ishlasangiz bu hayotga xuddi shunaqa narsa sizga ham qaytib keladi, ham shu tarzda hayotingiz chiroyli, go'zal davom etadi. Shuning uchun azizlarim, hammasi chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin. Bugungi ko'rsatuvday, bugungi bizni Feruza Bonu qizimizday bo'lsin hammasi demoqchi edim. Ilohim aytganingiz kelsin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'lmas aka bilan 2000-yillar avvalida tanishgan bo'lsak, haligi suhbat orqali, radiolardagi suhbat orqali tanishganmiz. Keyin fikrlarimiz bir-biriga to'g'ri kelib yoki bemalol bir-birimizga gapira olishimiz mumkin bo'lgani uchun akam bo'lsangiz ham garchi, lekin ko'p tergab turardim. Nima unaqasiz, nima dangasalik qilyapsiz, yana yo'qolib ketdi. Har 5 yilda siz bitta qo'shuv chiqarasiz, keyin yo'qolib ketasiz. Nima unaqasiz O'lmas aka deb ko'p aytardim. Endi unaqa deyamaydigan qilib qo'ydingiz meni. Ko'z tegmasin. Rahmat. Xursandman. Chunki oxirgi yillarda qilayotgan ijodingiz, ko'rsatayotgan faoliyatingiz hammasi yaxshi, go'zal, dam olish bo'lmayapti. Endi qochib ketish bo'lmayapti. Albatta. Shunaqa. Endi oldingi suhbatlarda ham aytganman-ku sizga, haqiqiy o'zi ijodkor, haqiqiy yulduz shunday porlab turadiki, uni qidirishingiz kerak. Shunaqa yulduzlar bor. Uni qidirasiz. U hamisha porlab turmasa ham, lekin kerak bo'lsa uni qidirib topib, to'xtang, mana bu porlab turibdi bu yulduz. Hali bu so'nmaydigan yulduz deb o'zingizga o'zingiz bir fikr bildirasiz deyman-da endi masalan. Men shunaqa ijodkorlardanman deb o'ylayman. Chunki men borligimda ham Xudoga shukr porlab turibdi. Men o'tib ketgandan keyin ham mani ijodlarim ko'p yillar, men ishonamanki, xalqimizga tatiydi va ko'p eslashadi. Shu haqiqiy yulduzlik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Umringiz uzoq bo'lsa, avvalosi o'zingiz xizmat qiling. Shunday. To'g'ri ijodingiz bilan, lekin o'zingiz xizmat qiling. Hali 80'larda ham to'g'ri olib bemalol oshladimi, konsertlardami, haligi davrani to'ldirib, ovozingizni ham shiddati kuchini bersin o'sha paytlarda ham, o'sha yoshlarda ham. Har bahor yo'lingda intizor kutaman, ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor, kutaman, kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman, kutaman, kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. O'lmas aka, mana oxirgi yilda qilgan eng katta ishlaringizdan bittasi bu xalqaro ovoz loyihasida birinchi o'rinni olganingiz bo'ldi. Lekin meni boshqa narsa hayron qoldirdi. O'lmas Olloberganovga
bu e'tirof nimaga kerak edi? Siz tasdiqlangan edingiz, ya'ni ovozingiz tasdiqdan o'tgan, bu xalq tasdiq xalqniki. Shunday. Ustozlari tasdig'idan o'tgan, sizga nimaga kerak bo'ldi bu loyiha? Endi 50+ deb qo'yibdi-yu. Hali demak, hali aytdim imkoniyat bor. Inson hamisha o'ziga imkoniyat qidirish kerak. To'xtab qolish kerak emas. Mana masalan, e'tirof o'zi taklif o'g'lim tomonidan bo'ldi. Rustam olib bergan men bilan ishlaydi hozir. Hamma ishimni qiladi. Dada, keling qatnashaylik deganda boshida men yo'q, qo'y, nima qilasan? Endi biz yoshimiz o'tib qoldi degan ma'noda bir Rad qilmoqchi bo'ldingiz? rad qilmoqchi bo'ldim. Keyin qarasam, keyin aytdim, mayli endi. Sirni ichidan bir puf dedimda. Chiqib turib bitta tavakkal qildim. Hayron bo'lib qolishdi. Farruh akalar ham, Kumush opam o'sha yerda edi. DJ Piligrimda ko'rib hayron bo'lib qolishdi. Siz ham qatnashyapsizmi deb Mir Shakarni o'zi ham haligi shunga bog'lab turib, ana qarang, qatnashyapti shu odam, ishonmaysiz deb turib, ana oxirida ishontirib yubordik keyin. Demak, qatnashsa bo'lar ekan. Chunki inson uchun tug'ilibdiki, dunyoga kelibdiki, oxirigacha imkoniyat bor demoqchiman. Shuning uchun hech qachon odamzod shashtidan qaytish kerak emas. Bir narsani qilaman dedimi, qilish kerak bo'ldi. Nimaga? To'g'rimi? To'g'ri, lekin men o'ylagandim, balki loyihani tashkilotchilardan bo'lgan taklifdir, hali loyihani yanada ommalashtirish uchun. Chunki yuz taniqli, ovoz taniqli, tan olingan ijrochisiz, xonandasiz. Keyin O'lmas Olloberganov nafaqat xonanda, sozanda, bastakor, xonanda, yaxshigina sozanda, torli sozlarda, dutor deysizmi, tambur deysizmi, rubob deysizmi, umuman torli sozlar borki, hammasida yaxshi ijro qilasiz. Shuning uchun sizga tasdiq kerak emas edi. Nimaga ekan? Bu PR-mikan yoki tashkilotchilar loyihani ommalashtirish uchun shunaqa taklif qilishdimikan deb Taklif o'yladim. qilishdi. O'zlari taklif bildirishdi. Biz o'zimiz borib, men qatnashaman demadingiz? yo'q. Qatnashinglar. Ko'pchilikni aytishdi, mana qatnashyapti deb. Bizdan yosh ulug'lar ham qatnashdi. Zo'r tomonini aytaymi? Eng men uchun hayotimdagi bir baxtli, omadli holat bu o'sha bizning afsonamiz Farruh Karimovich bilan yaqin bo'lib oldim. Chunki u kishini ham gruppalarida bo'ldim, hamda u kishi bilan bamaslahat albatta u kishi bizga bosh bo'ldilar. O'sha loyihada, masalan, sizning ijro mahoratingiz yetarli, tajriba yetarli, nimani o'zingiz uchun isbotladingiz? O'zingizda biron narsa kashf qila oldingizmi? Albatta. Nima? O'lmas aka? Chunki chiqib imtihon topshirganda gap u. Ustozlarning oldida, xalqning oldida chiqib turib jonli chiroyli qilib ijro qilib berishni o'zi, yana o'sha akademiyani yo'qotmasdan, xato qilmasdan, falsh qilmasdan me'yorga yetkazib ijro qilish ham bu insonni o'sha formada ushlab turadigan narsa. O'sha ishlash jarayonida, o'sha repetitsiyalar, boshqa tayyorgarlik jarayonida o'zingizda nimadir ocha oldingizmi? O'zingizga qiziq bo'lgan nima u ocha olgan? Ochdim. Mana masalan, yana bir bor o'sha mikrofonlar bilan sahnada qanaqa turib, yana bir bor o'sha ko'p mikrofonni ko'taraveryapsiz dedi Guli opa aytadi. Siz boshqacha turar ekansizmi? Shuni deydi, ko'p anaqa qilmasdan mikrofonni chiroyli ushlab, tepaga emas, pastroqqa ushlab turib, tortib avjini olganda, masalan, bir nimalardir o'zim uchun o'rgandim, masalan. Chunki sahnani siri ko'p. Yaratgan ham hali harakatdagiga barakat beradi. Harakat qilindi. Yillar davomida harakat qilinib kelyapti. Bugun sizni menimcha faqat maqtagan chaqirdim shekilli. Shunaqaga o'xshayapti. Har doim meni tanqid qilasiz, bugun maqtayapsiz. Bugun ojizman. Juda ham xursandman. Siz men o'yladim, O'lmas Olloberganov kelishdan, "Ay, borsam hozir Feruza Bonu yana shu dangasasiz, turing, harakat qiling" deyaverganim uchun hozir borsam yana shunaqa demasmikin deb ensalari qotmasa bo'ldi degan edim. Yo'q, yaxshi. Bugun tanqid qilishga ham o'rin qolmayapti. Hammasiga tayyorman dedi. To'g'ri tushunaman. O'lmas aka, bitta narsa, Stanislavskiy, men rejissura fakultetini bitirganman. Agar sahnada qurol turgan bo'lsa, u qachondir otilish kerak degan tasdig'i bor. Shunday ekan, bizning stolimizda Qashqar rubob turibdi. Qashqar rubobi. Demak, bu turgandan keyin nimadir biz albatta bunda ijro etilish kerak va biz eshitishimiz kerak. Ajoyib sozda bu. Men kichkinaligimdan birinchi muzika maktabiga borganimda shahrimizda Kogon, Buxoro viloyati Kogon shahrida Dunayevskiy degan maktab bo'lardi, musiqa maktabi. Musiqa maktabi. 80% domlalarimiz o'sha o'rislar edi. Endi men xalq cholg'ularida o'qiganman. Shu Qashqar rubobida
o'qib Toshkentgacha kelganman rubob bilan. Juda ajoyib soz. Bugun endi shuni olib kelib bir Bolaligingizni ham eslaysiz bugun. Chunki qo'lingizga birinchi ushlagan soz bu Qashqar rubob bo'lgan. juda ajoyib sozda bu. O'zim zeriksam uyda 5-6 xil sozlarim bor. Hammasini o'tirib bitta chalib chiqaman. Hali tuguningiz yoyiladi, ichingizdagi qanaqadir. Sozlar bilan. Aha. Qo'limga olamanda sozanda sozi bilan gaplashadi o'zi aslida. O'lmasa aka, siz musiqa maktabidan keyin konservatoriyaga to'g'ri kelgansiz. Imtihon topshirganmisiz? Yo'q. Asbaroy iste'dodni yaxshiligidan, o'quv borligidan konservatoriyaga ham qizil diplom, ham laureatство bor edi menda. Undan keyingi bosilgan yo'llar, maqom festivallari, ko'riklari, Amerikada deysizmi, Yevropada deysizmi, juda ham ko'p ustozlar bilan birga ishlaysiz, Rajabiylar sulolasi bilan birga ishtirok etgan joylaringiz bor. Ularni e'tiroflarini eshitgansizda, haligi yaxshi, ular ham hammani yaxshi deyish mumkin-ku, lekin yo'llarda yetaklab yurib, olib yurgani buning uchun demak haqiqatda bo'lish kerak, nimadir negiz. Hasan Rajabiy ustoz, Tohir Rajabiy ustoz, Mohir Rajabiy, umuman Rajabiylar sulolasi meni qabul qilgan, bizni vakilimiz bu odam, bizni farzandimiz, bizni oilamizni o'g'loni bu, biz bu qabul qilganmiz bu deb mana shu kishini o'zlari aytishadi. Xursandman shunaqa bir buyuk sulolalar bilan ustozlarni bir nazarga tushganimdan. Juda ham xursandman. Shunaqa yaxshi bagajingiz bor. Ancha zo'r ustozlardan ta'lim olgansiz. Ta'lim olmaganingizni hech bo'lmasa yonida yurgansiz. Masalan, Turg'un Alimatovdan ham tambur bo'yicha ulardan ham zo'r ta'lim. Ularning yonlarida turib 2 marta gaplashishni o'zi masalan ko'pchilik sozandalarga, xonandalarga saboq bo'ladigan. Shuncha bagaj, shuncha boyligingiz bor-da. Men bugun xursand bo'lganim ana shu sizda ijodiy chekinishlar bo'lib turardi. O'sha ham yo'q bo'lib ketdi. Bunga sabab nima bo'ldi endi? Endi ishlash kerak deydi shu bolada. Men o'yladim, shu o'g'lingizni ham hissasi bor-da. Bor. O'zida ham bor iste'dodi, lekin otasining iste'dodi kuchli ekanligini bilib to'xtamay deyaptimikan dedim. Shunday, Rustam endi har doim motivatsiya beradi. Dada, unaqa qiling, dada, bunaqa qilaylik. O'g'lim, sen shu nima desang shuni qilaman. Faqat bir maslahat qilamiz. Lekin sen endi baribir yoshroqsan, ko'proq senda qiziqish kuchliroq bo'lishi mumkin. Bilasan hozirgi zamonni, talabini yo bir yo'llarini. Shuning uchun bu maslahat ish qilaveramiz. Faqat to'xtab qolmasak bo'ldi deyman. Chunki ilojimiz yo'q. Hamma narsa nima bo'lib ketdi, tezlashib ketib qoldi. Yo'q, endi men nevaralar bor. Hozir kichkina o'g'limni uylantirishim kerak, boshqa qilishim kerak. Ishlash kerak-da, xolos. Qiz chiqardingiz, o'g'il uylantirdingiz. Navaralar nechta bo'ldi? 3 ta, xudoga shukr. 3 ta navara bor. Yaqinda maktabga chiqardi Oyshaxon onamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Rohatlarini ko'ring, navaralarni. Keyin bilan birga. Muhammadjon bor. Undan keyin qizimda Habibullo bor. Shu uyga borganda shular bir to'polon qiladi. Men aytaman, ana nima uchun yashayapsan deyman o'zimga o'zim. Bo'ldi, shular sizni yana bir motivatsiya bo'ladi. Kuch-quvvat beradi-da sizga. Bo'lmasa nima qizig'i bor ayting. Farzandlar uchun yashaymiz. Undan keyin nevaralar uchun o'zing uchun yashamaysanmi deydi bir xilda. Nima bu? Shu emasmi o'zing uchun yashash? Nima qizig'i bor hali egoist bo'lib, nevaralardan qochib, farzandlardan qochib yashaydiganlar ham bor. Shuning ham aytamanki, qanaqa hayot u deyman. Mana keyin bilan turmush qurganingizga necha yil bo'ldi?
33 yil. 33 yil. Sizni issig'ingiz, sovug'ingiz, haligi fe'lingiz kelgani, fe'lingizni ketgani, hammasini ko'rib, Shunday, nima deydi, rozi bo'lib, sabr qilib yashab kelyaptilar-da. Haykal qo'yish kerak derdilar Ortiq akam. Aha. Rahmatli ustoz, otajon. Ey, bizning xotinlarga haykal qo'yish kerak derdilar, xuddi shunga o'xshagan. U rost-da, chunki San'atkor ayoli bo'lish qiyin juda. chunki haligi darvishona fe'lingiz ham yo'q emas. Tarki dunyo qilib yorib, haligi hech qayerga bormayman, to'y-po'yga bormayman, konsertga bormayman deb qamalib oladigan yoki daladashga chiqib ketadigan paytlaringiz ham bo'lgan. U damlarni ham bilamiz. Yoki deylik, oilab uyda bo'lmagan paytlaringiz bo'lgan. Hammasiga Farzandlarning tarbiyasi mana onaga u alohida mavzu. 90% onaga bog'liq. Albatta, siz ko'pincha uyda bo'lmagansiz. Endi aytingchi, kim-kimdan ko'proq qarzdormi yoki kim-kimga ko'proq ehtiyojliroq bugungi kunda? Hammasini hisobga olib aytadigan bo'lsak. Endi men o'sha vaqtda ham aytardim bolalarning onasiga, ayolimga aytardimki, sen hammasi o'tib ketadigan bu. Sen unaqa qilma, o'zingni jazavaga solib, asabingni buzib, sog'lig'ingni ketkazma deb o'sha aytaman har doim. Rashti bo'lgan ekanlar akani. Shunaqa. Ha endi o'zing pushamaysan, hali kulib yurasan mana shu qilib yurgan ishlaringga deb mana shu kunlar keldi ana hozir. Aytganman, men hech qayerga ketmayman, sizlarni tashlab, yo boshqaga ketmayman. Men yaxshi ko'raman oilamni. Sani, bolalarimni. Oila men uchun muqaddas, esingdan chiqarma. Ba'zi bir holatlardan ko'zingni yumib qo'yavergin, baribir endi ayol kishi qo'rqar ekanda. Ketib qoladi yo tashlab ketadi degan narsa bo'lar ekan ayolda baribir. Sho'x bo'lgandir sizda o'zingiz ham. Ya endi sho'x emas, ko'nglim bo'sh bo'lgandek. Hali Turg'un akam aktyor Turg'unaz rolda shunaqa degan. Biz erkaklar misol mushukmiz. Qayerda boshimizni silashsa, shu yerda tunab qolib ketaveramiz degan. Qaysidir spektakldami, kinodami? Voy bo'lmasa ekan. Hazırlashaman. Tunda senga yulduzlar havas bilan boqardi. Oy sendan so'rab chiroq qora tuni oqardi. Kunduzigik majnun tog' sochlaringga rash ketar. Bog'da ko'rib gullar yo'llaringga boshiga. Kunduzigik majnun tog' sochlaringga rash ketar. Bog'da ko'rib gullar yo'llaringga boshiga. Go'zalsan, go'zalsan, munchalaring go'zalsan. Go'zalsan, go'zalsan, munchalaring go'zalsan. Mana farzandlaringiz sizni ijtimoiy tarmoqlaringizni yuritishadi, lekin xolismi yo'qmi, siz ham o'zingiz ham ijtimoiy tarmoqqa kirasiz, ko'rib qolasiz. Bugun bo'layotgan qora piarlar, bugun bo'layotgan san'at emas u, shou biznesdagi masxarabozliklar. Siz ham ustozsiz. O'nlab shogirdlaringiz bor, o'lmasa ham yo'lida aytaman, ustozi bilan uchrashaman, ko'rishaman deydiganlar. Fikringiz qadrli, qimmatli. Albatta, endi nimani nazarda tutayotganingizni ham tushundim. Qora piar deyapsiz. Bu ham endi o'ziga har kim o'ziga ma'qul bo'lgan ishni qiladi-da, o'shandan bilsa bo'ladi. Xalq o'zi mana bilib olyapti-yu, mana masalan, elakda bu. Bir yaxshi narsa aytsangiz ham, misol uchun, zo'r narsa aytib, bir masxarabozlik qilsangiz ham, masxarabozlik qilibdi. Bu ham qaysidir ma'noda kerakmi deb o'ylayman, shunaqa bir qora piarlar ham. Nimaga? Oq bilan qorani ajratish uchunmi? Sezish uchun-da, endi menimcha, shu yaxshi bilan yomonni ajratishmi, ma'noli narsa bilan boshqa narsani ajratishmi? Lekin kerak emas deyish ham, mana shu narsa bo'ptiki, biz gapiryapmiz. Muhokamaga sazovor bo'lyapti, qanaqadir ma'noda. O'zi arzimasa ham, ko'rdingizmi? Biz asli bu narsani umuman eslamasligimiz ham kerak o'zi. Managa bugun rubob olib kelganim ham shu uchun bo'ldi masalan. Meniki dutor emas, meniki rubob deb turib haligi prikol deydi.
shu o'rinda o'zidan o'zi savol tug'iladida endi sizni gapingizdan keyin mana siz ko'rgan yoshlar orasida balki sizni ustoz deb yurganlar orasidadir haqiqatda o'sha ham maqom yo'lini ham estrada yo'lini o'rganib ovozlari sizga o'xshab unisiga ham bunisiga ham bemalol yurg'iza oladigan bir yoshlari o'zingiz ko'rganlaringiz bormi? bor hozir juda ham ko'p iqtidorli. Ismlarini ayta olasizmi? Kimlarni eslay olasiz? Mana hozir mana shogirdim mana hozir ovozda qatnashayotgan ekan. Alisher bor, Abdug'ofirov. Chiroyli aytadi. Hamma uslubda menga o'xshamoqchi bo'ladi masalan. Tojikistonda shogirdlarim bor. Xo'jandda ko'p biz o'zbeklar. Viloyatlarda bor shogirdlarim. Men aytmoqchimanki, hozir yoshlarga juda imkoniyat chiroyli berilyapti hozir. Qanaqa uslubda xohlasang ayt. O'zingni ko'rsat. Men masalan romans aytganman chiqib, hozir kerak bo'lsa yaqinda opera aytaman, bir ikkita tayyorlayapman masalan. Operniy manierada uslubda. Yaxshi, zo'r-ku. Sirni ochib qo'ydim deydi. Yoki nimaga insonda iqtidor bor ekan, imkoniyati bor ekan, uni ko'rsatishga hozir bizda imkoniyatlar juda ham ochiq demoqchiman. Ko'rsatuvga shu tayyorlanib, siz haqingizda qani yana nimaga gaplar men bilmay qolgan nima yangiliklar bor ekan deb varaqladimda. Va ijtimoiy tarmoqdagi o'sha sizni qo'shiqlaringizga shunaqa maza qildim rostdan. O'sha Parizodni yana qaytadan eshitdim. Faromushni siz ijro etgan versiyasi bor. Uni qaytadan eshitdim. Shunaqa chiroyli ijro. Endi Qurbon o'lami-ku gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi. Undan tashqari yana men eshitganlarim oxirgi yilda qilgan qo'shiqlaringizdan bu endi haqiqatda yoshingizga mosmikin bilmadim yoki qarashlaringiz ulg'ayganimikin haligi inson Sirojiddin Said she'rlari bilan bog'bon gulistonga mehmondir bilsang, inson insonga mehmondir bilsang. Bu qo'shiqlarni eshitdim. O'lmasa-ki, bu oshlarda aytiladigan qo'shiq bo'lib tuyuldi. Oshga repertuar qildilarmikin ham deb o'yladim. Lekin endi yarashyapti. Balki yosh hali status darajasi shunaqa bo'lgani uchunmikan, haqiqatda yarashyapti. Kelib ketgan Sulaymon Shodiyev, mana insondir bilsang, mehmon, inson odamga mehmondir bilsang. Juda ham ta'sirli. Bu mavzular juda ham kerak. Uni hamma eshitish kerak bunaqa mavzular. Chunki inson bilmasa o'zining mehmonligini, nima uchun kelganini, kimlar kelib ketyapti, bularni bir eslab turmasak. So'zlari qarang, davronlar ham zamonga mehmondir bilsang. Shunday. Inson ham insonga mehmondir bilsang. Juda go'zal she'r va juda go'zal ijro bo'lgan, o'lmasa Alloh bergan ijrolarda. O'lmasa-ki 30-35 yil bo'lib qoldi ijodga ham. Shunday. 30-35. Shu boshidan, avvalidan to shu kunga qadar yoningizda turib sizga yelkadosh bo'layotgan o'sha bitta odam bormi? Bitta odam, ayolimda. Yaxshi tushunadi san'atni. O'zi medik bo'lsa ham, hamshira bo'lsa ham. Endi yaxshi tushunmaslikning ham iloji yo'q. Siz ayolingiz bo'lgandan keyin. O'ziga bir xillarni tushunmaydi, bilasizmi? Mana masalan shunaqa bir san'atkorlarni bilaman. Ayolim umuman tushunmaydi musiqani deydi. Bor bunaqalar. Haligi bir joychi bitta do'stim bor, kimligini aytmayman. Shu aytardida, juda chiroyli kuylarni chalib tursam, adasi bir sho'xrovdan chaling derkanda kelib. Xuddi shunga o'xshagan, Xudoning o'zi asrasin. Lekin agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu buyuk san'atkorlarning, hofizlarning, ayollarning ko'pchiligi birinchi o'sha yelkadosh shu bo'ladi. Chunki adasi men bu qo'shig'ingiz yaxshi chiqibdi, so'zlari yaxshi ekan, shuni ayting, unaqa qiling deb tursa ham, shuni o'zi ham bir qanaqadir odamga dalda bo'ladi. Fikrlarga ham quloq solasizmi? Quloq solaman. Men bu qo'shig'ingiz bo'lmabdi deydi. Men aytaman, qo'yaver, zamon talabi deyman. Misol uchun ko'p-ku unaqa qo'shiqlar. Show biznes uchun qilgan qo'shiqlarimiz bor. Menda endi boshqa narsa bo'lmagan-u, tikda chiqib qolgan bo'lishi mumkin orasida. Endi u baribir uni hech kim eshitmaydi bu narsani. Qolib ketgan qo'shiqlar. Bo'lmasa-ki mana siz haligi lirik chekinish qilgan yillaringiz bo'lganda, paytlar bo'lgan. Hali yaxshi qo'shiqlar chiqadi, keyin o'lmasa-ki tinchlik, xotirjamlik istab qoladilar-da, lirik chekinish bo'ladi. U yog'i jimjitlik bo'ladi. Baribir o'shanaqa paytda sizni atrofingizdagi sozandalar, administrator deymiz, hali ma'murlar, sizni omma bilan bog'lab turadiganlar. Ana shular ham baribirki o'zgaradi. Chunki ular ham oilasini boqish kerak. Bu to'g'ri tushunadigan holat. Shunday. Bu almashinuvlar orasida haqiqatda hali siz bilan yo'q, mayli siz nima bo'lsangiz biz ham shuda
deb yoningizda qolganlari ham bo'ldimi? Yo ular hammasi almashilindimi? Yo'q, bor. Hozir ham mana masalan, garchi men bilan bo'lmasa ham, lekin sidqi dildan jon kuydirib, meni kuzatadiganlar, jon kuydiradiganlar bor. Men uni bilaman. Kim naqadar meni yaxshi ko'rishini, chunki meni yonimga tasodifiy kelmagan hech kim. O'sha yaxshi ko'rgani uchun, sidqi dildan san'atimni yaxshi ko'rgani uchun, o'zimni qadrlagani uchun men bilan ishlaganlar bor hayotida. Shu yigitlarga ham rahmat deyman har doim, chunki qo'llab-quvvatlagan, hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Kim ular o'lmasa aka? Endi o'zi Ko'pmasding. kuzatgani o'zi biladi kimligini, chunki u sanoqli odamlar ular. O'zi ko'pmas. O'zi biladi. Deydi. Siz ishtirok etgan ko'rsatuvlardan birini o'sha YouTube tarmog'ida tomosha qildimda. Va izohlarda, o'sha tomoshabinlar yozadigan izohlarda bir to'yda O'lmas Olloberganovni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist O'lmas Olloberganov deb chaqirishganida, taklif qilishganida degan izohni o'qidimda. Qanaqadir yuragim orzu qilib ketdi siz uchun. Ilohim shunday bo'lsin, nasib etsin deb. Men so'ramoqchi bo'lganim O'lmas aka, uzr bu savol uchun, menga emasdir balki bu savolni berish sizga. Bugungacha olgan eng katta unvoningiz, maqomingiz qanaqa bo'lgan? Mana bugungacha bitta narsaga xursand bo'laman. Sizni masalan, unvoningiz yo'qmi deydi, kimdir yo'q, unvoningiz bormi deydi. Savol bo'ladi shunaqa. Endi qiziqda xalqqa bu narsa. Lekin men shu narsani bilamanki, xalqni o'zi bergan menga. O'sha xalqni yaxshi ko'rishi, qo'shiqlarimni tinglashi menga nisbatan bilinadi. Ko'chada yursam ham taniydi odamlar, endi hamma joyda. Viloyatga chiqamanmi? Xalq bitta ko'rganda taniyapti masalan. Shuni o'zi men uchun katta unvon deyman, tamom. Albatta, baho emasmi deyman. Albatta shunday. Sizni fikringizga umuman qarshiligim yo'q. Lekin ijoding, mehnatlaring e'tirof etilsa baribir qandaydir qaraydi, nur ustiga a'lo deydi. Qalban hali rag'bat ko'rasan-da, ko'nglingda bir boshqacha rag'bat ko'rasan. Chunki o'zbek milliy san'atini dunyolarga yoyib yurganlardansiz. O'zini vaqtida ustozlar bilan yonma-yon, hali aytganimizdek, hali Yevropa edi, hali Fransiya edi, hali Amerika edi. Maqom san'atida Rajabiylar bilan yonma-yon turgan ijrochisiz. Biz duodamiz faqat yaxshilik uchun. Xalqimiz duo qilsin. Yaxshi niyat uchun biz duodamiz, yaxshi niyatdamiz. Ilohim nasib etsin. Ana shunday davlat tomonidan qilinadigan e'tiroflar ham, unvonlar ham. O'lmas aka, rahmat kelganingiz uchun. Suhbat uchun rahmat. Faqat ketishingizdan oldin, xayrlashishimizdan oldin bironta qo'shiq ijro qilib bering. Juda ham eshitgim kelyapti. Bilmadim nima. Bugun ko'nglingizga nima kelgan bo'lsa shuni. Yana bir narsani aytib ketay, agar joiz bo'lsa. Shuni Mavruda keldi hozir. Juda ham yaxshi ko'raman xalqimni va juda ham minnatdorman xalqimdan. Chunki bugungi kunda meni shu darajaga olib chiqqan, shundan ushlab turgan xalqim bo'ladi va har doim men xalqim bilan birgaman va yaxshi ko'raman. Muxlislarimni-yu, Ferzaboni sizni yaxshi ko'raman har doimgidek. Rahmat. O'zingizni sohangizni bir fidoyisiz, jonkuyarisiz. Mana shu kungacha necha yildan beri tanish bo'lsak, qarib 25 yildan beri, lekin bir xilsiz. Yo'qolmasin shu narsa. O'zgarish bo'lmasin. Yaxshi tomonga o'zgarsin faqat demoqchiman va bir narsa xirgoyi qilib bermoqchiman sizlarga. Aziz muxlislar, bir shingil bo'lsa ham, Sabo arzimni yetkur ul, Mahitaban bir kelib ketsin. Tamami usnilining Şah Sultan bir kelib ketsin. Tutardan birden ismet asiruna atan birlen
darib tutmay nigorim bo'lsa imkon bir kelib ketsin. Tamomi husnilining Shoh Sulton bir kelib ketsin. Endi bu Rahmat. qo'shiqni aytganim sababi buyuk atoqli ustoz san'atkor Muhammadjon Mirzayev aynan mana shu qo'shiqlarni rubob soziga moslab, shu Ma'murjon Uzoqov ustozimizni ovoziga moslab turib shu qo'shiqlarni yaratgan demoqchi edim va shu uchun Qashqar rubobini bugun olib keldim. Ustozlarni eslash uchun. Joylari jannat bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin buyuk ustozlarimiz. Rahmat, ustozlarning yo'lini bersin sizga ham O'lmas aka, salomat bo'ling. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda yana yaxshi niyatlar bilan ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, siz ham sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Ana shunaqa oltin sizu bizni qo'limizda tursa ham oltin, tuproqda tursa ham oltin, ba'zida botqoqda tursa ham oltin. Oltin hech qachon zanglamaydi va o'z qiymatini hech qachon o'zgartirmaydi. Bu o'zimizning gap. Omon bo'ling.